Ye Bobur. Ye Bobur, nima gap? Tinchmisan? To'y yaxshimisan, charchamabsan? Xudo xohlasa tushaman. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Nima charchamisan? O'rta to'g'ri tushunasan endi. Shu kirib yotibdi. Maktabda 2 ga o'qirding-a. Shunaqa ishlar qilib yuribsanmi? shu nasib ekanda o'rta. 2 kira to'g'ri yodladingmi? Maktab bilmasdim. Beshol. Apaq. Gaplashamiz bo'pti. Ormanglar Ahmad odada joy bormi? Shuna qarab oringlar. Yo'q aka, joy yo'q edi-ku. To'xtab turing, xo'jayindan so'rab keling. Akalar, sizlarga alohida joy qilib qo'yishgan ekan. Yuringlar, kuzatib qo'yaman. Ko'rdingmi? Bizning hurmatimizni ana Boburmi? Ha, o'sha. Afsatlik bo'ptimi? Afsat 70 ga kirganmidingmi? Gap yo'q, ham mardikorchilik, ham afsatlik gap yo'q ekan. Ukam, qaravor nechi pul bo'pti? Xo'jayin sizlarligini to'lab bordilar. Aka mana turibdilar, Bobur aka. Sinfdoshlaringiz keluvdi. Joy yo'q, nima qilay? Sinfdoshlarim deysanmi? Men xonamga joy qilib berdilar. Xo'p bo'ladi. Bobur? Kamchilik bo'lmadimi? Cho'tki hammasi? Ne unaqa deysan, o'rtoq, hammasi yaxshi. Oldingda sar hijolat bo'lib turibmiz. Ya ne hijolat bilasan, o'rtoq? Sinfdoshi ma yo san yo boshqasi tanlamaydi. Uni Alloh yaratgan deydi. Sizlardagi sinfdoshim borligidan juda ham xursandman, o'rtoq. Gaplashamiz, o'rtoq, xudo xolasa. Xizmat bo'lsa tayyor. Sinfdoshi ma yo san yo boshqasi tanlamaydi. Uni Alloh yaratgan deydi. Sizlardagi sinfdoshim borligidan juda ham xursandman, o'rtoq.